Unda 7gacha o'ynaymiz. Kim hozir gol kiritsa, o'sha yutadi. Unda biz gaplashib olaylik. Ha, yaxshi. Unda biz limonad ichamiz. Limonad? Men jamoa sardorman. Men birinchi ichaman. Bu endi meniki. Bodam ekansan. Hey, yana bitta gol o'tqizsa, boshingni uzib olaman. Gol, meni o'tkazdi. Ozgina qoldi. Qayoqqa qarayapsan? Qoyil! Men senga aytgandimmi? Endi boshingni yulib olaman. Yo'q, uzib olma boshimni, uzib olma. Birga bir chiqasanmi? Chiqmayman. Yo'q, men urushmayman. Deyma unga. Qoch oyoqqa. Qoch. Yonima. Sen urushasanmi? Yo'q, Samir ham urushmaydi. Yo'q. Urishsam urushaveraman. Odel, namoz. Qo'radagi buzoq. Qo'rqqanim yo'q. Namozni qoldirmasligim kerak. Onamni yoniga keta olmay qolsam-chi? Amin. Allohim, o'zing mehribonimsan. Ruxsat ber, onamni yoniga boray. Bir umr onamni yonida bo'lishni nasib et. Onamni mushkullarini oson qil. Allohu akbar. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Lillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Alloh taolo sizlarga farz qildiki, umringizda bir marta kim qodir bo'lsa haj qilishlikni. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida aytadilarki, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kim yaxshi niyat bilan haj qilgan bo'lsa, Alloh taoloni beradigan mukofoti jannat bo'ladi. O'tgan bir zamonda Jo'ldubay degan tegirmonchi onamni roziligini olaman deb onasini otga mindirib haj safariga jo'nab ketgan ekan. Yo'lda ko'p qiyinchiliklarga uchrabdi. Oti o'lib, ulovsiz qolibdi. Shunda ham yo'ldan qaytmasdan